Qarshingizda Bravo jamoasini boshlovchisi Abdufattoh Abdaliyev. Assalomu alaykum. Restoranlarda mijozlarning e'tiborini tortish uchun xizmat ko'rsatish borasida boshqa xodimlardan ajralib turuvchi ofitsiantlar bor. Demak, ko'ramiz. Bizda restorandagi holat. And I'm feeling good. Добро пожалуйста. Assalomu alaykum. Nima buyurtiradilar? Assalomu alaykum. Menga restoraninglarni rosa maqtashgandi. O'shanga birga nima bor, ikkiga nima bor? Sinim birdan kelgan ikkiga nima bor? Oo. Dengiz taomlarida nimalar bor? Siz uchun xolasangiz 8 oyoqni 9-oyog'i bor. Agar xolasangiz delfin tuxumidan quymoq bor. Voy, delfin tuxum qo'ymaydi-yu. Men ham qiz bola delfinni etmayapman. Yomon qilarkansiz. Qachon shunaqa qildim? Menga qarang. Labbay. Menyuga qarang. Aha. Sizga qarang, menyuga qaraymi? Ulgursiz ikkalamizga ham qarang. Unda menyuga qaray qolaman. Bo'pti. Nima yesamikin? Nanna yesmi? Yo'q, qaqqa yeyman. Qaqqaga ertaga kelasiz. Suyuga nima bor? Xolasangiz men borman. Ishtahani ochvordingiz. Har kunga qiladigan ishim. Hozir 1 daqiqa, 1 minut eslab oling. Bemalol. Nima deya? Checheviatsiya. 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 Uf, qani 1 daqiqa. Kechirasiz, sizlarda checheviatsiya bormi? Kim deysiz? Checheviatsiya. Ha, to'g'riga chapdan ikkinchi eshik. Tushunmadingiz? Ha. Men Chichivichni sup demoqsiz. Ha, chichivichni sup. Tanish so'z sizni qayerdadir ko'rganman bor. Qayerda? Panoramada. Yo, o'tda boshqasini ko'rgandim. Ha, tanimaganimga qarang. Olmazor City balkon. Boshqalar ham ko'rgan ekan. Kir yoyib desa. Menga qarang, qanaqa ofitsiantsiz, boshim o'rtasi ishtahani ham bug'ib, chaqiring zavzalingizni. Bo'shas. Yana ish ko'rsatdingmi, qoch. Assalomu alaykum. Xonim, siz restoranimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'nglingiz nima xohlaydi? Quyuga nima bor? Xohlasangiz men bor. Voy. Xohlasangiz sizga 40 oyoqni 41-oyog'idan ham o'qib. Audit yoki налоговийdan tekshiruv kelib ketganidan so'ng Vazelin zavodining zamdirektori yig'ilish o'tkazmoqda. Tayyormisizlar? Turinglar. Yoz. Zavodimiz eng oldi ishchilarni yuqori faoliyatida kechirasizlar. Yoz. Zavodimiz eng asosiy oldi ishchilarni komissiya kelib ketdi-da o'shanga. Eng oldi faol ishchilarni oldinga qo'yib, stol almashtirib tashalari. Hozirgi kunga kelib barchamiz Amerikaning Apple, Amazon, Google kabi dunyoga mashhur biznes loyihalari mavjudligini bilamiz. Tasavvur qiling, amerikalik tadbirkorlar o'z biznesini qanday boshlashadi? Men uran izotoplaridan yadro reaksiyalari orqali elektr energiya ishlab chiqaraman. Men Marsda birinchi xususiy mehmonxona qurib, turistik kompaniya ochaman. Unda men elektromobil ishlab chiqaraman. Biznes boshlashda o'zimizning tadbirkorlar Amerikadan qolishmaydi. Men paynet ochaman. Men ham paynet ochaman. Biz ham paynet ochamiz. Men uy qurib sotaman. Men ham uy qurib sotaman. Biz ham uy qurib sotamiz.
cho'ta ishlar xira. Men qamalaman. Men paynet ochaman. Ye biz ham paynet ochamiz. Oiladagi muammoli vaziyatlarni xotirjam hal qila olishlik ham aslida qahramonlikdir. Lekin muammoli vaziyatlardan chiqib ketish borasida bizning erkaklarimizga teng keladigani yo'q. To'ppa-to'g'ri aytdi. Mana yarim kechasi bo'ldi, hali yo'q. Qoshing Qatqadir ichib qora, yuribdi. ko'zlaring qora. Ana. Yuldizisan qaysi osmonni? Eslolmasang o'zim eslatay. Xotinisan mana shu insonni. Ha? Dadasi? Kim bu? Yandex Peregon. Bu mashinangiz yo'q edi-yu? O'zim olib keldi. Yo'q. Bo'pti bir aytishkim. Qara hidimga shunaqa bo'lib qoldi. Qatdan kelyapsiz? Ishdan, Qanaqa ish yarim kecha soat 3 da? davlat ishi. Qanaqa davlat ishi? Sinfdoshim Mirzamatov davlat ishi bilan qolib ketdi. Ishonmayman. Mana ishonmasang so'ra bizdan. Salom alaykum, yaxshimisizlar? Kelin, charchamayapsizlarmi? Uzr endi, eringiz meni ishim bilan edi. Kim bu? Sinfdoshim Mirzamatov davlat. Eringiz meni ishim bilan yuribdi. Qanaqa ish ekan u? Endi davlat ishiga aralashmang. Aralashma, rahmat davlat, rahmat. Davlat ishi. Yarim kechasi soat 3 da. Tizgingiz nima ishilingan? Balki futbol o'ynagandirsiz. Ko'rib turibmiding? Ha? Futbol o'ynadik. Gol urdim-da tizzada sirpandim. Gazonda ham tiz ishilinar ekanmi? Biz gazonda o'ynamadik, asfaltda o'ynadik. Ishonmayman. Futbolda butsing qolib ketibdi. Mujik bola ekansan, rahmat o'rtoq. Lekin golni yomon qilding. Sirpanishni ham yomon sirpanvording. Bilasanmi? Sirpanchu bo'laman. Rahmat. Sirpanchu bo'lamisiz? Yo'q-e, futbol o'ynadingiz. Ushadim. Bo'yningizdagi oq soch kimniki? Aytsam ishonmaysan. Xo'sh. Qorbobo bilan urushdim. Qanaqa qorbobo? Iyun oyida Chillada qorboboga nima bor? Men xandalak olgan keldim. Keldim, o'zing qizil etiksan. Sen baribir qizil etiksan, men sen bilan urushaman. Men boshim ishondingmi? Bo'ldi, ishondim. Bo'ldi, men dam olaman, uxlayman. Charchayman. Bahonalaringiz jonimga tegib ketdi. Kiring, yoting, uxlang, bo'ldi. Uffay! Bo'ldi, yoting, yechining. Tushunmadim. Otasi o'rtoq cho'milishni plapga qolib ketibdi. Hayotimizda juda ham ko'p yoqimli lahzalar uchrab turadi. Misol uchun lotereyadan yutuq chiqishi, bugungi o'yinda sevimli jamoangiz g'olib bo'lishi yoki birinchi xotiningiz borligini ikkinchisi bilmaslik kabi holatlar insonning kayfiyatini beixtiyor ko'tarib yuboradi. Tasavvur qiling, ushbu yoqimli lahzalar aksincha bo'lishi ham mumkin. Yur. Bu yerga nima keldi bilasanmi? Nimaga? Hozir men sevgan qizim bilan ko'rishaman. Men nima qilaman? Voy, o'rtog'i ham chiqadi, sen o'rtog'i bilan ko'rishasan. Voy, o'rtog'i asalmi? Nima deyapsan? Shakar o'rtog'i, vobshe. Voy, men faqat anu qizlar bilan gaplashmaganman, parod qilib qo'ysamchi? Nima parod qilasan? Romantikni bo'lgan. Uni o'rtog'i bor-u. Shunaqa chiroyli qiz, uni ko'rsang og'zingni ochib qolasan. Shunday uni ko'rib, men shularni aytaverasan. Qani? Men seni sevaman. Men seni sevaman. Recuerdo que ni me miraste. Fui solo una más de cientos. Chiroyli ekan, og'zingni ochib qolsan. Men seni Salom, onajonginam. Yana sizga yozmoqdaman. Yurib. Oy, sen menga buni shakar demaning? Ha? Buni bir qop shakar-ku. O'chir. Men iPhone'ni ol, tushundingmi? 10 minut on-nomus vijdonga tupur yur. Hayda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani qizim o'zingdan Nozin. Fui solo una más de cientos. Oppa. Sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay están seres prohibidos, que hay Yaxshi keldingiz Nozin. Voy.
Bilasizmi, siz o'zingiz ham nozik, ismingiz ham nozik, bilasizmi? Voy, keling sizni bugundan boshlab nozigim deb chaqirsam nima deysiz? Sizni ismingiz nima? E'tibor. Haqiqatdan ham e'tibor qiz ekansiz o'zi ham bor. Bugundan boshlab men sizni qalinim deb chaqiraman. Qallig'im demoqchi edim, qallig'im. Recuerdo que al llegar Lekin bugun juda ham shirinsiz. Voy, yeb qo'ygilarim kelyapti. Ham. Men sizni yomasam kerak. Nimaga? Chunki bo'kib qolaman-da. recuerdo que al llegar Ahamiyat ber. Ofitsiant qarab oling bu yoqqa. Assalomu alaykum. Tipratikani xizmatingizda nima buyurasiz? Okajon yozing. Bitta sok. Olchali qizil bo'lsin. Olchali qizil. I bitta shirinlik, usti qizil bo'lsin. Qizil. O'rtasi qizil bo'lsin. Qizil, Tegi ham qizil bo'lsin. Qizil. Padmas. Yog'li ovqatlar bu yoqqa Bu yoqqa? Ha, keling. Oho, mastava bilan qozon kabobi va. Bu yoqqa uzr. Shashlik, mashlik, palov, shurva, xanu. O'kam, ne turibsan? Bu boydan bir zakaz qilyapti, o'qimayapti. Siz bu narsa yemaysizmi? Yeb qo'yganimizni ko'rmayapsanmi o'zi? Ahamiyat bermang. Nozik, bilasizmi, mazga qattiq sevgi izhor qilmoqchiman. Osmonu falakda, dumaloq havo shahrida. Shunda uzuv taqib, men sizni sevaman. Tolib, havo shari bor. Uzuvni topsang bo'ldi. O'rtog'im shunaqa hazilkash, ahamiyat bermang. Lekin siz menga turmushga chiqsangiz, men sizni bir umr boshimda ko'tarib yuraman. Agar siz menga turmushga chiqsangiz, mahallada boshimni ham ko'tarib yura olmayman. Nozik, xo'p, sizni raqsga taklif qilsam. Marhamat. Tolib, shu narsa shartmikin? Sani bilmadim, menga rosa zaril bo'lib turibdi. Belida o'sha belida. Bir nozik savol bor edi. Belis qani? Tashi! Meni ham kuchim bor. Sizni ko'targim keladi. Prosta belimda grija bor-da. Mayli. Mayli bo'lsa mayli.